Endi bu payg'ambarlar haqimizda aytadigan bo'lsak, mana 14-asrda Amir Temurni Yevropaga yurish natijasida Suriya hududidan masalan bosib olgandan so'ng Osiyoga yurishni aytishda o'sha eng kuchli payg'ambardan bo'lgan xristian yahudiylar islomga tegishli payg'ambarning qabrini o'zi bilan Amir Temur shu yerdan olib kelib, mana shu Samarqandda Siyos shahriga xalqini olib kelib, shu yerga Sershilga maqbara qurdirgan. Mana hozirgacha bu maqbara mavjud turibdi. Bu yerda narsani ko'radigan bo'lsak, tug' bor, ana Amir Temur davriga tegishli tug' turibdi. Ko'rdingizmi? Otning nimadan tug'ilgan mana o'sha 14-asrdagi shu belgi masalan Davrini bildiradi. Bildiradi o'sha davrdagi. Pista daraxti 600 pista daraxti 600 yil deb yozib qo'yilgan. Bir vaqtlar qurib qolgan, keyinchalik suv qurib qolgandan keyin suv solingan. Solingandan keyin yana qaytadan nechillag'ana qizg'in ibodatlar, ruhiy amaliyotlar uchun ro'za paytida musulmonlarning yolg'izligi uchun mo'ljallangan. Nechillag'ana o'tish man etiladi. Qadimgi necha asrlar davomida saqlanib keladi. Daniyor payg'ambar haqida yana ayrim arslonlarga tashlangan payg'ambar deb aytiladi. Ham arslonlar tuhmat qilib arslonlarga tashlatgan, lekin arslonlar chekmagan. Sabab Alloh Xudo unga tegmaslik uchun farishtalarni yuborgan degan manbalar mavjud. Ham buni ham o'zi katta bilim mo'jiza. Arslonlarga tashlangan, lekin keyinchalik tuhmat qilgan odamlarni o'zlarini tashlagan. Shu tuhmat qilganlarda arslonlar g'ajib tashlagan degan manbalar mavjud. Bu yerda Daniyor payg'ambar tush ta'birlovchi bo'lgan. Tush ta'birlarini aytib bergan. Mana ajoyib so'lim manzilgoh. Keyingi videolar bundan ham qiziqarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ungacha obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sog' salomat bo'ling.